Bu video qizlar uchun bola ko'rmanglar va nihoyat men silikonni olib tashladim. Oxirgisi shu qoladi va buni ham to'g'riladim. Video davomida men sizga hammasini aytib beraman. O'zi nimaga qildirganman, to'g'risi haligacha bilmayman. Men prosta zerikkan qizman. Mana men bu yerda ko'rishingiz mumkin, do posle rasm uncha katta farq yo'q. Xo'sh, endi yuzimga qaytamiz. Juda ko'pchilik menga o'zgarib ketyapti dedi, lekin nimaligini tushunmay qolishdi. 1 yil oldin men xuddi shunaqa ko'ringanman. Agar esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, prям ужас! O'zimni ishonasizlarmi? Juda ham krasavitsaman deb o'ylardim. Kimdir menga negativlik qilsa, samotsankam shunaqa balandligidan bir tenga olmasdim. Va bu rasmimda hali silikon qildirmagandim. Xo'sh, yuzimda qaysi xatolarni endi to'g'riladim. Qoshimni rastushovkasini o'chirdim. Qovog'imga nitka qildirgandim va uni oldirib tashladim. Shochkamda, skulamda, dahanimda 2 mg dan filler bor edi. Ularni eritib tashladim. Labimda 7 mg filler bor edi. Uni eritib tashlab 1 mg qildirdim. Sochimda 400 g kapsula bor edi, почти yarim kilo va o'shani ham olib tashladim. Figurani zaldan zo'r qilib chiqarib olsa bo'ladi. Уже 1 yildan beri men o'zim zalga chiqolmay. Xo'sh, bu videodan maqsad qizlar, baribir естественный narsa juda ham chiroyli. Men bunaqa narsalarga qarshiman, nima durlar demoqchi emasman. No перебор qilish kerak emas. Ishonasizlarmi, shu narsalarni orqaga qaytarish uchun men 2 barobar pulim ketdi. Men qilgan xatolarni qilmanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Jon qarindoshalarim. O'sha balomu Qatga bormasam menga qarashar. Rasmga olishar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammadan so'rayotdi, kecha qanaqa operatsiya qildirdingiz deb. Вот. Mana bunaqa chiroyli Mubidaxonga undan ham chiroyli ko'krak mama plastikasini qilib berdik. Silikonli implantlar qo'yib berdik. 1 umrlik, garantiyali, juda ham chiroyli, juda ham yaxshi holatga keltirib berdik. Yanada chiroyliroq holatga ягодицаlarni keltirib berdik. Qanday hissiyotlaringiz? Hissiyotlar вообще zo'r. O'zi kecha operatsiya bo'ldi, уже mana bugun bemalol yuribman. Hammasi chotki. Xursandmiz. Yoqyaptimi? Da, men o'yladim og'riqlar bo'ladi deb, yo'q, вообще og'riqlar yo'q, bemalol yuribman. Yashang. Tabriklaymiz. Rahmat.